Assalomu alaykum hammaga. Igor Rizov 25 yildan ortiq tajribasi bor shu muhokama, muzokara o'tkazish bo'yicha. Xo'p, 23 yildan oshiq biznes, savdo texnologiyalarini o'rgatish bo'yicha tajribaga ega va 12 yil davomida o'zi biznes treninglar o'tkazish bo'yicha. Xo'p, bugun gaplashiladigan mavzular, xo'p, insonni qanday qilib o'z o'rniga qo'yish, ya'ni shu noo'rin tanqidlarga qanday qilib to'g'ri javob berish, ya'ni uni to'xtatish va qo'pollikka qarshi chiqish, isbotlash va ta'sir o'tkazishni asosiy farqi va muzokaralarni qanday qilib barbod qilib yubormaslik, samarali savdolashish, toksik, ya'ni zararli odamlar bilan munosabat qilish va oxirgi mavzuyimiz har qanday munosabat uchun kerak bo'ladigan asosiy psixonayrang. Birinchi bobga keladigan bo'lsak, insonni qanday qilib o'z o'rniga qo'yish haqida. Ya'ni bu nima? Masalan, noo'rin tanqidmi, o'rinlimi, o'zi o'rinsizmi? Tanqid kelayotgan paytda sizga yoki hammani oldida kimdir sizni qadrsizlantirishga harakat qilgan payt, birinchi o'rinda unga qarshi javob berishga shoshmasdan oldin uni hujumini, ya'ni gapirayotgan gapini, tanqidini gapirmaslikka, ya'ni majbur qila olish muhimroq, hujumni to'xtatish, ya'ni chunki hamma gapga qarshi gap gapira oladi, ya'ni tanqidga qarshi javob qaytarish mumkin, lekin o'sha tanqidni yoki noo'rin qadrsizlantirishni hammani oldida chaqib olishga harakat qilishadi, masalan, ko'pchilik odamlar. Shunaqa paytda qanaqa qilib o'sha hujumni to'xtatish mumkin bo'lishi haqida gaplashamiz. Javoban birinchi o'rinda o'sha tanqid qarshi gapga qo'pol va hissiyotlarga berilmasdan javob berishlik bo'ladi. Ya'ni hissiyotlarga berilib agar javob beriladigan bo'lsa, u odam sezadida sizga ta'sir o'tkaza olayotganini sezganidan keyin yana hujumni battar ko'paytiradi. Va yana shunaqa odamlar bor, sizni o'rningizga qaror chiqarmoqchi bo'lishadi. Shunaqa paytda ularga qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Xo'p, qarshi gap gapirib ham bo'lmaydi, ya'ni negativ gap gapirib ham bo'lmaydi, lekin o'sha chiroyli qilib har kimni o'zini huquqini himoya qilishni bilgani yaxshi. Qanaqa nechta odam bo'lsa, shuncha fikrlar bo'ladi deb turib to'xtatgan yaxshiroq javob bergandan ko'ra. Keyingi bobimiz qo'pollikka qarshi chiqish. Xo'p, maqsad birinchi o'rinda qo'pollikka qo'pol tarzda javob berish emas, o'sha muhokamani jangdan, hujumdan oddiy muloqotga aylantirish hisoblanadi. Masalan, sizni nimadirda kimdir ayblayaptimi, noo'rin ayblayaptimi, uni shunchaki aybini uni tushuntirishdan foydasi yo'q. Aybni masalan bo'yinga olib turib ham muhokamani shunchaki muloqotga, suhbatga aylantirish mumkin, ya'ni shu qo'pol muzokara ketayotgan paytda. Va yana chegarani ko'rsatish muhim. Masalan, kimdir sizga qo'pol gapiryapti yoki jahli chiqib ketibmi, yomon so'z aytadigan bo'lsa, uni stol tennisi usuli, u ya'ni sizga gapirayotgan nimadir deb, u noto'g'ri va yomon so'z bo'lsa, sirazu o'zing shunaqasan yoki deb javob bermasdan shunchaki chegarani ko'rsatish kerak bo'ladi. Ya'ni agar men haqimda fikr bildirmoqchi bo'lsang, shunchaki chiroyliroq fikr bildirish yo'lini tanla deb turib muzokarani to'xtatgan ma'qul. Haq bo'lishmi yoki baxtli? O'zi ko'pincha kimdir nimadir isbotlab bermoqchi bo'lsa, u doim boshqa odamlarning ko'ziga nohaq ko'rinadi va haq odam hech qachon hech narsani isbotlay olmaydi odamlarning ko'ziga. Ya'ni hamma o'zi uchun haq bo'lishni xohlaydi. Hech kim nohaq bo'lib, uni fikrini haqqoniy emas, ya'ni noto'g'ri deb qabul qilishlariga yoqmaydi hech kimga. Shuning uchun tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Biz doim haq bo'lishimiz muhimmi yoki shunchaki baxtlimi? Baxtli deganda nima nazarda tutilgan? Masalan, gap talashib qoldi kimdir deylik. Gap talashib qolganda обязательно uni gapiga qarshi gap aytib, oxirigacha borib yutib chiqqan emas. Shunchaki haq odam ham
muzokarani to'xtatib qo'ygani aqlli odam uchun shu muhimroq. Va keyin agar kimnidir fikrini agar o'zgartirmoqchi bo'lsak, biz tasavvur qilishiga, u odamni yana qayta o'ylab ko'rishiga majbur qilsak bo'ladi. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Kelajakni tasavvur qilish orqali qaror chiqargan, lekin masalan deylik, tishi og'riyapti va u shifokorga borish niyati yo'q hali beri. Uni qanaqa qilib uni fikrini o'zgartirish mumkin? Masalan, deylik, agar aql tushi o'sayotgan bo'lsa va uni chiqarib bo'lmaydigan darajada, tasavvur qil, chiqarib bo'lmaydigan darajada u o'sib ketdi va uni chiqarib bo'lmaydi. Va unda og'riq ham kuchayadi o'sha payti. Unda shifokor ham yordam bera olmasligi mumkin. Shunaqa holatda nima qilasan deb turib savol bersa, tasavvur qilishiga, o'sha kelajakni tasavvur qilishiga majburlasa, odam qarorini baribir o'zgartirishga ta'sir qiladi qaroriga. Xo'p, va keyin yana biz ko'pincha ammo lekin so'zdan keyin gapimizni negativ qismini qo'llaymiz. Masalan, kimdir yordam so'rayapti bizdan, lekin bu narsa bizni qo'limizdan kelmaydi. Qanaqa javob beramiz? Men jon deb yordam berardim, lekin bu ish meni qo'limdan kelmaydi deb turib, uni уже so'ndirib qo'yamiz. Biz nima deyishimiz kerak? Xo'p, men bu sohada ekspert emasman, bu boricha yetarlicha bilimim yo'q, ammo yordam berishga tayyorman. Qo'limdan kelganicha yordam beraman deb turib, yaxshi tarafga, ya'ni siz haqingizda bo'lgan fikrini o'zgartirish mumkin bo'ladi. Aynan shu ammo so'zini to'g'ri ishlatish orqali. Muzokaralarni qanday qilib barbod qilmaslik? Bu ko'pincha ishxonada ham yordam beradi. Masalan, deylik, qaysidir odam bilan, qaysidir xodim bilan siz yaxshi chiqishmaysiz, lekin uni muzokarani, o'sha suhbatni siz davom ettirishingiz kerak. Ya'ni to'xtatib, undan ya'ni qochishingiz уже g'alati bo'ladi. Shunga qanaqa qilib barbod qilmaslik. Yokida, xo'p, savdo va sotuvchi bilan klientni o'rtasida ham bu narsa yordam beradi. Ya'ni masalan, kimdir qaysidir klient muammosini aytib chiqyapti sizga. Siz unga shunchaki sizni tushunib turibman sizni. Tinchlaning, o'sha asabiylashib turgan klient keldi. Shunchaki tinchlanishini siz tavsiya qiladigan bo'lsangiz, taklif qiladigan bo'lsangiz, u battar asabiylashadi. Xo'p, uni o'rniga nima qilish kerak? Oldin shu klientni kayfiyatiga tushishga harakat qilish kerak bo'ladi. Masalan, asabiylashib turibdimi, unga sizni tushunib turibman holatingizni deyish kerak emas. U bizni tushunishimiz, uni tushunishimiz hozir unga muhim emas. Unga hozir muhimi o'sha muammosini yechilishi hisoblanadi. Shunga biz tushunib turibman, buni bilaman, bildim, tinchlaning kabi iboralarni ishlatish noto'g'ri bo'ladi. Muzokaralar, suhbat, ya'ni yomonlashib ketishi ehtimoli katta. O'zi birinchi shu kayfiyatga tushish kerak. Klient asabiylashyaptimi, u ohangini ham rol o'ynaydi-da, ohangi ham. Shu xotirjam ohangda gapirib bo'lmaydi. Yo'q, masalan, asabiylashib turgan paytda biz xotirjam gapirmasdan, deylik, qaysidir tovari kechikyapti, biz uni sababini keltirib berishimiz kerak. Sababini keltirishimiz baribir u uchun hozir asabiylashib turibdi. Hozirdan yechim berishimiz noto'g'ri bo'ladi. Shunga birinchi kayfiyatiga tushib olish kerak. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Holatni tushunganingizni, uni holatini tushunganingizni so'z orqali emas, o'sha kayfiyatga qarab o'zgartirib, uni kayfiyatiga qarab o'zingizni ham kayfiyatingizni o'zgartirib. Masalan, tovarim boshqa yechim bor. Kezlamasak bo'lib qolmaydimi? Yo'q, uni kayfiyatiga tushib turib, keyin o'sha yechim bersa osonroq bo'ladi. U bilan hop suhbatni davom ettirish. Kitobda bunaqa bo'lim ham bor ekan, savdolashish usuli. Hop, birinchi o'rinda biz nima sotayotganimizni aynan bilishimiz kerak, uni qiymatini. U qanchalik yaxshi yoki qanchalik yomonligini. Masalan, hop, kitob olamida ishlagan paytim, kitob olamida second hand booklar bo'lardi. Ya'ni eskiroq kitoblar, nashri ancha yil oldin nashr qilingan, hozir уже nashrdan to'xtagan kitoblar bo'lardi. Uni odamlar kelardida, bu kitobni bepulga berasizlarmi? Bu eski-ku bu kitob, sotishga yaroqsiz-ku, dirdi.
man u kitoblarni o'sha nashrdan to'xtaganini va chiqmayotganini bilmasdim, ya'ni qiymatini bilmasdim. Ularga shunchaki o'sha bepul bermaymiz, lekin skidka qilib berishimiz mumkin deb turib, srazu yon berardim-da, ya'ni klientni olib qolish uchun. Srazu taslim bo'lardim, hech qanaqa kurashsiz. Chunki o'sha asosiy qiymatni bilmasdim men. Qiymatini o'sha sotayotgan narsamni. Shunchaki skidka taklif qilardim. Skidka taklif qilganimdan keyin klient skidka qilyaptimi, demak, bu skidka qilinishi kerak bo'lgan mahsulot deb turib, yana ham уже kuchayardi uni xohishi skidkaga bo'lgan. Hozir men 10% skidka desam, skidka qilganiga yarasha 50% qilinadi deb, men o'zi bepulga olinishi kerak deb bilaman bu kitobni. Eski kitob chunki bu ancha yil oldin nashr qilingan deb turib, o'sha qarshi chiqardi, ya'ni 10% skidka qilganimga ham qaramasdan norozi bo'lardi. Shunda o'zi hayron qolardim, nimaga o'zi 10% skidka qilib berdim boshlanishidan, hech narsa demasdan deb turib, tushunmaganman o'sha paytini, lekin hozir mana shu kitobni bo'limini o'qidim va boshidan kurashsiz yengilmaslik kerakligini tushundim. Ya'ni masalan, deylik, u eski kitob, to'g'ri, lekin ikkinchi klient boshqa bir klient kelyapti-da, aytyapti, bu kitob bunchalik arzon sotilishi mumkin emas, nashr tugagan, hech qayerda topib bo'lmaydi, hozir bibliotekalarda ham yo'q, kutubxonalarda ham yo'q deb turib, uni уже ko'taryapti qiymatini. Men o'shanda tushunib yetdim, ha, demak, o'zi buni qadrlaydigan egalari bor ekan o'zi bu kitobni dedimda, o'sha skidka so'rab yoki bepulga berasizlarmi bu eski kitob deydiganlarga shunchaki chiroyli qilib, bu kitobni agar sizga qiymati, narxi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak uni foydasi ham 0 ga teng siz uchun. Shunchaki hozir o'zingizga o'sha yaroqli, siz yaroqli deb hisoblayotgan kitobni tanlab olib ketib, uni joyiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi shunchaki. Keyingi kichkinaroq mavzu bu toksik odamlar va ular bilan suhbat. Xo'p, ular qanaqa bo'ladi? Hamma narsani salbiy, negativ tomonini ko'rishadi faqat va ular dramatizatsiya qilishadi. Bitta narsa yomonroq narsa yoki nimadir aybini ko'rishdimi, ular o'sha narsani kuchaytirishadi, ya'ni kuchini battar yomonlashtirishadi. O'zi uni yashirishning o'rniga kattalashtirib, dramatizatsiya qilib gapirishadi o'sha narsa haqida. O'zi u kichkinagina xato yoki ayb bo'lishiga qaramasdan va faqat o'zlari va muammolari haqida gapirishadi. Va keyin g'iybat va tanqidni sevishadi. Xo'p, bunaqa odamlardan hech qanaqa gapirib yoki uni shunaqa zararli odamligini gapirib o'tirish shart emas. Shunchaki ko'zingizni yopiq holatda qoldirib, uni eshitib, hech qanaqa e'tiroz yoki taklif yoki u haqida salbiy narsa gapirmasdan suhbatni tezroq, qisqaroq qilish kerak unaqa odamlar bilan. Xo'p, va keyin ular sizni qaroringizni bilib, masalan, deylik, men boshqa bo'limga o'tmoqchiman deb aytasiz. U narsani hali qaror qilgansiz, lekin hali amalga oshirilmagan. Ular nima qilishadi? Sizni qaytarmoqchi bo'lishadi. Nimaga o'tmoqchisan, hali vaqt bor, yana ozgina bu bo'limda opitingni oshirishing kerak deb turib, ular sizni qaroringizga o'sha salbiy ta'sir qilishmoqchi bo'lishadi. Va masalan, yozda ham bitta shunaqa holat bo'ldi. Buxgalteriyaga o'qimoqchiman deb aytdim, hali qaror qabul qilganman, lekin amalga oshirish, ya'ni jarayonini tuzmaganman. Shunchaki aytdim shu odamga va u odam qaytara oldi, ya'ni fikrimdan. Nima dedi? Buxgalteriya 3 oylik buxgalteriyada o'qimoqchimisan? Bo'lmasa hamma hozir buxgalter bo'lib yurgan bo'lardi. O'xshamaydi bu ishing yoki buxgalteriyaga umuman sohang boshqa-ku deb turib, meni qaytardida o'zi, lekin bir oydan keyin qarayapman, o'zi buxgalteriya kursiga qatnab yuribdi. Shunaqa odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Oxirgi mavzuyimiz har qanday muzokaralar uchun asosiy psixonayrang. Bu bizni masalan qaysidir xatoyimiz bo'lsa, kamchiligimiz bo'lsa, dushman aynan o'sha xatoga yopishishga harakat qiladi va uni olib chiqarishga, ommaga chiqarishga harakat qiladi. Biz uni u bizdan oldin chiqarib, negativ, salbiy qilib ko'rsatib, o'sha dramatizatsiya qilib, kuchaytirib, yana ham yomonlashtirib ko'rsatishdan oldin biz uni o'zimiz chiroyli tarzda o'zimiz haqimizdagi kamchiligimizni yoki qilgan xatoyimizni tan olgan holda bundan qochsa bo'ladi. Ya'ni ular yomon qilib yetkazgandan ko'ra biz o'zimiz boricha
tushunarli qilib, chiroyli qilib o'zimiz tan olganimiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu ya'ni unda qurol qolmaydi hech qanaqa. Biz agar o'zimiz xatoyimizni tan oladigan bo'lsak, xatoyimizni xatoligini tushunganimizni bildirsak, ularda hech qanaqa qurol qolmaydi. Ya'ni bizga hujum qilishga yoki muzokarani boshlashga.